Mana drabilkamiz universalniy drabilkamiz 380 da ishlaydigan drabilkamiz, yangi kelgan drabilkamiz. Hozir yig'ib ko'rsatib beramiz. Hozir bo'laklarga bo'lingan. Mana ikkita varonkasi, sikloni, kod tashadi beradigani, bu ramasi, bu yerda hop rementi bo'ladi, keyin krelosi bo'ladi. Hop setkalari 5 ta setkasi bor. Bittasi o'z ichida, bitta 4 ta xil setka bor. Hamma hashaylarni ho'l quruq hammasi chiqaradi. Mana motori, ham balonlari. Motori 11 kilovatli Nissan motkali Bau firmasida. Mana o'zi drabilkamiz o'zi. Mana bilkasi 342 kilo. Chiqqan sanasi 26 birinchi oy. Yanvar oyiga chiqqan. Yangi tovar hozir kilosi o'zi bilindi-yu. Kilosidan 342 kilo. Mana shuni o'zi faqat shu tomoni. Hali bular qo'shilsa yana bir 500 kiloga yaqin bo'lib qoladi. Nasib etsa hozir bir boshdan yig'ib ko'rsatib video qilib ketaveraman. Like bosinglar, podpiska bosib qo'yinglar, shunaqa kerakli videolarni. Ha, bu vazifasi o'zi nima desa, hashay, don hammasini chiqarib beradigan bo'ladi. Xohlasangiz mana bunday siklondan chiqarib beradi. O'zida vakuum ham bo'ladi. Vakuumni shlankasida tortib ham chiqarib beraveradi. Mana drabilkamizni hozir ochib ko'rsatamiz. Ham vakuum, ham ho'l, quruq donlarni chiqaradigan, hashaylarni ham chiqaradiganidan universalnida, universalni. Nima kerak bo'lsa hammasi chiqarib beradigani mana shu bo'ladi. Juda materiallarni o'zingizlar ko'rib baho berasizlar, qanaqa qalinligini, sifatini o'zingizlar o'zi baho berasiz. Ko'ryapsizlarmi qanaqa qalinligini? Metall qanday ishlanganini. Mana bu yerda vakuum shlankasi qo'yiladi. Mana pachomliklar mo'ylanadigan mana. Mana shu yerdan solidor qilinadi. Bir umrli pachomlik deydi buni. Chugundan ishlangan mashitlari qo'lni. Bitta siklon qo'yiladi. Mana material qalinligi. Juda qalin. O'zi ham kilosini normalniy og'ir ekan, tushirishga oson bo'lmadi. Hozir buyoqlarni ham ochib ko'rsatib beraman. Xo'p, birinchi bo'lib turib balandday balonlarni qo'yib oldik. Temirli balonda bo'ladi. Mana bu ramasini ko'radigan bo'lsak, ramasi ham qalin materialda mana. Keyingi ishimiz mana motoriga shkif qoqish bo'ladi. Shkifimiz. Shu motorga hozir ramas mana shu polkasi ham o'zidan chiqadi. Katta shkifda. Mana shkifimizni chiroyli holatda urib oldik. Mana shuni uriladi. Shponkalari hamma yo'q, chokki bo'ldi. Endi motorni shuni ramaga yetib qo'yamiz. Motorni qo'yamiz. Keyin buni qo'yamiz asosiy qismini ramaga. Mana drabilkamizni bu tomonni qo'yib oldik. Ramasiga motorni ham qo'yib oldik. Endi qotirib chiqib rementini tortamiz bu tomonga. Rementini qo'yamiz va bo'ldi. Nasib bo'lsa varonkalarni qo'yib chiqiladi, shlankasi qo'yiladi. Bu ham vakuumli bo'ladi. Sifatiga o'zlaringiz bitta kommentariyaga baho beringlar. Mana metallarni qalinligini ko'rib turib, mana boltlarni mana metallar qalinliklarini, svarkalar mana chapki qilingan. Soy zavodskoy drabilka. Soatiga 1 tonnadan 1,5 tonnagacha setkasini alishtirganingizda har xil qilib 1,5 tonnagacha chiqarib beradi. Hozir videomiz oxirigacha ko'rib turinglar. Hamma ma'lumotlarni berib o'tamiz. Nasib bo'lsa buni ishlashlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Ichkari pichoqlarni ham ochib ko'rsatamiz. Drabilkani sifatiga xolisona olsanglar, olmasanglar pastda izohlarda, kommentariyada yozib o'tinglar. Qanday drabilka, sifatiga qanday? Mana buni qarang, natashga beradiganlarni qalinligini. Hamma yo'q, dajma bu oddiy, keraksiz deyiladigan detal mana shu krelon qotirish uchun. Shunga ham qalin metaldan ishlatilgan. Qalinligi. Nasib bo'lsa mana drabilkamizni
asosiy joy bo'lgan mana remont qismi tortib oldi. Tekislab mana remont tortildi. Mana bu yerda uzunlar tashkil beradiganlar bo'ladi. Remontni rekrovka qilish uchun tomonda tayyor qilindi. Asosiy qismi qilib olindi. Endi ustiga faqat varonkalarni qo'yish qoldi, bo'ldi. Varonkasi mana bu ikkita tomonga, keyin mana bu shlankasi qo'yamiz, siklonni qo'yamiz. Bo'ldi, ish tugadi. Qo'lni yig'ilgan hisoblanadi va ishlatib ko'ramiz. Drabelkamiz yig'dik va yig'gan drabelkalarimizni ishlatib ko'rsatishga ham hozir keldik. Mana sklatimizda 11 kilovatli bittasi mana Monster drabelkaning yangilangan varianti. Bu drabelkamiz bu tomondan xashagi ham ketadi, balandidan don, xashagini preslarni ham sug'oradigan va mana bu yerdan vakuumidan tortib turib, donni ham aydalaydigan varianti bo'ladi. Xohlasanglar bunday siklondan tushirib bersa bo'ladi. Xohlasam mana bu yerdan o'zini alohida tushirish uchun xashaglar uchun joyi bor.